Assalomu alaykum dehqon akalar, mana qalampirning ikki sxemasi. Teplitsamiz 2 soti teplitsa. Xo'p, chekkadan 50 sm qochirib qoziq qoqamiz. Qoziq qoqib, mana shu qoziq to'g'risiga keladi, yoniga kapenishini o'tkaziladi. Endi bundan 70-75 sm qochirib turib, yana qoziq qoqiladi. Shu qatorlarga ekiladi qalampir. Har bitta qatorning orasini 75 sm dan qilib yuboramiz. Bir xil holatda bo'ladi. Bir xil holatda 75 sm bo'ladi. Endi teplitsamiz o'rtamizda stoyka bor, shu stoykaga ham bir qator ekiladi. Shunda har bitta qatorlar orasi 75 sm dan bo'ladi. Endi ikkita qoziqning o'rtasiga ip totamiz. Ikkita qoziqning o'rtasi yuradigan yo'lag'imiz bo'ladi. Xo'p, shunda ikkita qoziqning o'rtasiga ip totilgan. Ip totib turib, biz yo'laqni ip totib turib ustidan kul sachib chizib olamiz. Mana chizib olganmiz. Bu o'rtani ikki yonga ochib chiqamiz. Mana shu yo'lag'imiz bo'ladi. Shunda mana bu tomon ochilgan. Shunda bu tomonni baqa totamiz, bu tomonni baqa totsak o'rta do'm bo'ladi. Shu ko'tarma pushta bo'ladi. Yerdan shu bir qarich balandlik bo'ladi. Pushtaga ekamiz. Pushtaga ekishdan maqsad me'yoridan oshiqcha suv berib yubormaslik. Tomir nafas oladi, chopiq qilish oson bo'ladi. Hosildorlik 2-3 barobarga oshadi. Tekizga ko'pchilik ekadi. To'g'ri, tekizda ham hosil beraveradi, lekin shana to'kilishi, hosildorlik kamroq bo'ladi, shana to'kilishi ko'p bo'ladi. Ildiz yaxshi nafas olmaganligi, zak oshib ketganligi hisobiga. Shuning uchun ham mana ko'tarma pushta qilish jarayoni shunaqa bo'ladi. Chekkadan 50 sm qochirib qoziq qoqamiz, bir qator ekiladi. Orada 70 tashlab turib, yana bir qator ekamiz. Toq qator bo'ladi. Buni ikkala tomonidan ham yuraveramiz. Hozir pushta qilingan jarayonni ham o'z qo'yamiz. Xo'p, ipimizni totib olganimizdan keyin kul yordamida ustidan chizib chiqamiz. Bu chizig'imiz yuradigan yo'limiz hisoblanadi. Ketmon yordamida birinchi yo'l ochib olamiz. Ketmonni shunaqa totib turib, keyin ikkala tarafdan pushtani ko'tarib chiqamiz, turpoq tortib, ketmon yordamida pushtani tepasini tekizlab, keyin yetirib chiqamiz. Keyin ko'chatlarimizni o'rnashtirib chiqamiz holatda. Bir boshdan ekishni boshlaymiz. Bu ekilyapti ko'chat 13,2 stakan ekilgan. Ko'chatlarning orasini 35 sm, 40 sm, 45 sm gacha eksak bo'ladi. O'rtacha 40 sm, 35 sm tavsiya qilinadi. Pushtamiz mana bir qarichdan juda kengroq. Bir tarafiga ko'chat ekiladi, bu yerga shlen tashlanadi, kapeni shlen. Mana bunday qilib bir tarafiga ip totib oldik, chekkaroqqa. Endi mana ko'chatlarimizni ekib ketyapmiz. Pushtani o'rtasidan jicha qochirib ko'chatni ekdik. O'rtasidan bu tomongacha qochirib kapeni shling tashlaymiz. Birinchisini qalampirni bo'g'izga tashlab ona suvini berib olamiz. Keyin 10 sm, 5-6 sm qochirib qo'yamiz. Maqsad bitta namlik ko'payib chirimasligi uchun. Mana shu holatda qalampirni teskarimacha ushlab turib, paketini sug'ursiz chiqadi. Keyin kimdir har xil chizib oladi. Birinchi uy ochib oladi kimdir. Biz bir qarich o'lchab turib, yana yarim qarichdan keyin ekamiz. O'rtacha 35 sm atrofida bo'ladi. Mana shu holatda. Mana katta stakandek ko'chatimiz. Tomirlari yetilgan. Shanalashga kelib qolgan, mana shanasi bor. Dehqon akalar, mana stakanni yechib oldik, o'girib turib totib yechib oldikda, qo'limiz bilan bitta qo'limiz bilan uyacha ochib turib o'rnatkizdik. O'rnatkizganda nima e'tibor berish kerak? Bu qalampirning bo'g'zidagi turpog'i, stakanning turpog'i ko'rinib turishi kerak. Ko'milib qolmasligi kerak. Mana yer bilan teng bo'lishi kerak. Qancha baland bo'lsa bo'lsin, lekin chuqur bo'lib qolmasin. Sababi buni betiga turpoq tushib qolsa, metdan bo'g'zida namlik to'planib chirishni boshlaydi. Nafas olmaydi ildiz. Shuning uchun o'rnashtirdik. Mana atrofdan turpoq olib o'rnashib qo'ygandan keyin atrofini ko'mib chiqamiz. Atrofini ko'mib tekis qilib qo'yamiz. Endi bu yerda mana bo'g'zi ochiq turibdi, nomiga turpoq tushgan. Mana shu holatda turish kerak. Tomir ildizlar atrofiga o'taveradi. Bo'g'izda namlik to'planmaydi, chirimaydi.
Bu yerdan kafeni shiling o'tganda ham nami tepib turaveradi bemalol. Mana shu holatda bo'lish kerak. Mana bir qarich o'lchaganmiz, yarim qarich. 33 sm, 35 sm atrofida bo'lyapti. Toq qator bo'lgani uchun bemalol bu 35 sm bo'laveradi, xalaqit qilib bo'lmaydi unaqa. Tomchilab sug'orish shlenimizni 1000 metrini 370 ming so'mga oldik. Har 10 sm teshigi boridan mana ikkita chiziqli bo'ladi. Biz har 6 oyda almashtiramiz tomchilab sug'orish shlenimizni. Chunki yangilab borgan yaxshi. Asosiy shox turbamiz 50 sm turba bo'ladi. Kranlarimiz yarim ochgan holatda qilib turib, shlenda ulasak, montaj qilsak osonroq bo'ladi. Ildizdan suv berishimizda ildizni rivojlantiruvchi dorilar, Organika F, Ekorot, Maxim shunga o'xshagan ozuqalarni oqizib bersak bo'ladi. Birinchi suvlariga ildiz rivojlanishi uchun yaxshi bo'ladi.